Akalar, mana jentrib qo'yilgan BYD xonamizga bitta ko'rib baho berib qo'yasizlar. Qaranglar, mana ko'chalari ham bor. Hozirgi paytda trendda eng oldi bo'lib turgan ko'chalardan bittasi. Mana Ashushani qaranglar. Bu dani Mercedes 223 chi. Ashushanadan ham kerak bo'lsa chiroyli qaranglar. Orqasida bilak bilan ishlangan joyi, bu yoqda duplari bilan. Hoji Akbar, hamchi BYD xonni o'zingizlar ham sevib qo'ysanglar kerak. Zo'ra, sizga. Haqiqatan zo'ra. Abdu, podogrev, massaj, mana joylari bilak, payishi qoplari, xullas odamga nima navoruvchini kerak narsalari borki, hammasi bor. Malibu 2 barlari bilan o'zini ko'jasi bilan podsvetka podbor qilib berganmiz. Malibu 2 rul, Malibu 2 tablo. Kapsukalarni qaranglar akalar. Tepalari perforatsiya, pastlari naqa ko'ja bilan qilingan, zo'r chiqqan. Rostakasini biznes klass qilgan. Hamma menimcha o'zingiz ham yoqtirasiz, Hoji Akbar. Akalar, xan sidinalarimizdan nalichida xohlagan ranglarda bor. Uning uchun faqat kelishinglar, tanlashinglar kerak. Xudo xolasa, Gentra Islam, Cobalt Islam O'zbekistonda va hokazo nima mashina borki, hammasiga o'zimiz o'rnatib, garantiyalari bilan cho'tki qilib beramiz. Faqat uning uchun kelishinglar kerak, tanlashinglar kerak. Akalar, xizmatingizdan sog' bo'lasizlar.